Bugun Manchester City maydonida yana bir muhim uchrashuv. Angliya Premier Ligasining 29-turida shaharliklar o'z uyida Nottingham Forestga qarshi maydonga tushadi. Sizlar bilan Husanov News kanali. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Jonli efir haqida eslatma. Agar ushbu o'yinni jonli efirda tomosha qilishni istasangiz, Telegram kanalimizga obuna bo'ling. O'yin jonli translyatsiyasi aynan shu yerda bo'ladi. Kanal manzili kommentariyada. O'tkazib yubormang. Endi asosiy xabar. Bugun Angliya Premier Ligasining 29-turi doirasida Manchester City Nottingham Forest uchrashuvi bo'lib o'tadi. O'yin Manchester shahridagi Etihad stadionida o'tkaziladi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 00:30 da start oladi. O'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov ham ushbu bahsda maydonga tushishi kutilmoqda. So'nggi o'yinlarda u jamoa tarkibida ko'proq imkoniyat olayotgani sabab, muxlislar uning bugungi o'yindagi ishtirokini ham katta qiziqish bilan kutishmoqda. Manchester City chempionlik poygasida muhim ochkolarga muhtoj. Nottingham Forest esa safarda bo'lsa ham kuchli raqibga qarshi kurashishga tayyor. Shuning uchun bugungi uchrashuv juda qiziqarli va keskin o'tishi kutilmoqda. Yana bir bor eslatamiz. O'yinni jonli efirda ko'rish uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Havola kommentariyada. Bu Husanov News edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr.